Qo'shimcha axborot belgilari. Qo'shimcha axborot belgilari boshqa yo'l belgilari bilan birga qo'yiladi va ularga aniqlik kiritish yoki ularning ta'sirini cheklash uchun qo'llaniladi. Ushbu belgilarning asosi oq, ichidagi yozuvi, ramziy tasvirlari va yo'naltirgichlari qora rangda bo'ladi. Qo'shimcha belgilar qaysi belgi bilan birga qo'llanilsa, bevosita shu belgining tagiga qo'yiladi. Asosiy belgi yo'l yoqasi, piyodalar yo'lkasining tepasiga o'rnatilganda, ta'sir oralig'i va asosiy yo'lning yo'nalishi qo'shimcha belgilari ularning yoniga joylashtiriladi. Ko'chma tirgakdagi vaqtinchalik va doimiy belgilarning ma'nosi bir-biriga zid kelgan hollarda haydovchilar vaqtinchalik o'rnatilgan belgilarga amal qilishlari kerak. Ogohlantiruvchi, taqiqlovchi, buyuruvchi, axborot ishora yo'l belgilarining tagida mazkur yo'l belgisining ta'sir oralig'ini ko'rsatuvchi 721 ta'sir oralig'i qo'shimcha axborot belgisi o'rnatilgan bo'lsa, yo'l belgilari ta'sir oralig'ining oxirini ko'rsatuvchi yo'l belgisi o'rnatilishi shart emas.